Umida opa, Labbe? mana bu ikkita bir xil beshigingizni narxi bir xilmi? Yo'q, ikki xil. Nega ko'rinishi bir xil-ku? Ko'rinishi bir xil bo'lgani bilan buni sifatida farqi bor-da. Hop, qanaqa farq bor? Qani ko'rsata olasizmi? Mana ko'rsataman. Ustidagi bir xil pardasi, lekin ichidagi duxobasi Samarqand duxoba. Buni ichidagi astarlarini yumshoq satindan qildirganman. Keyin buni ichidagi nima prostinasi ham yaxshi prostina qo'yilgan. Bularning orqasiga hammasi mana mayda qavuq. Satinlari ham yaxshi satin. Keyin beshigim tut beshik. Bu beshigim bolakay beshikga tegishli beshik. O'shaning uchun buni sal qimmatroq chiqqan. Bunisi. Buni ham jaydari beshik, lekin ko'rinishi bir xil bo'lgani bilan bu ham duxobali. Lekin orqasiga buni satini bu satinga qaraganda sal arzonroq satin qo'ygan. Oddiyroq satin. Oddiyroq satin. Keyin prostinalarda ham farqi bor. Mana prostinalari ham oddiy prostina qo'yilgan. Lekin beshigim jaydari beshik, bu oddiyroq beshik. Tol beshik qilingan bu. Bu nechi pul narxi? Buni 1,50 ming. Mana bunisicha bu. Buni 1,4 ming. Bu narxingizga ani tegidagi 1,5 metr ko'rpachasi ham kiradimi, kirmaydimi? Yo'q, kirmaydi. Lekin agar 1,5 metrlik ko'rpachani qo'shsak, ozgina narxiga ta'sir qiladi. Agar bir xil endi so'raydi, taqinchoqlar ham qo'yib bering deyishadi. Agar shu taqinchoqlari, keyin do'ppilarni ham so'rashadi. Do'ppilarni ham qo'yib bersak, endi ozgina narxi o'ynaydi. Nechta nima qo'yishiga qarab yana narx oshar ekanda. Shunaqa.